Ha aka, usta chaqirgandan keyin uni talablarini ham joyiga qo'yib qo'yish kerak-da. Jon aka, 10 vaq somon kerak bo'ladi bizga. Keyin kraska kerak bo'ladi. Apalipka bilan arra ham kerak aka. Sement, beton, shag'al, mana shunaqa narsalar ham kerak bo'ladi. Qoronch, abetga ham shashlik-pashlik. Keyin u abetga ham salat, shashlikda mana shu kuskovoydan urasiz aka. Polvon brendini bilasizmi? Ha, ana shu Polvon brendidan elektr uskunalari, bolgarka, mana shunaqa narsalar kerak bo'ladi. Boshqa brendlardan olsangiz aka ketib yoramiz. Shu dunyoning mana degan brendlari bilan bemalol bir xil chiqqan, lekin narxlari ancha arzon. Ishingizni gul qilib beramiz. Ha, bitta anundan ham qo'shib olasiz endi abetkali, sal qizdirgan, ha? Tushundingiz-ku? Somonga klient kelyapti, nima deydi? Olib kelyapti o'raymi? Olib kelyapti, borur. Kirib 1-2 soat dam olamiz. Abetgacha. Abetgacha. Polvon kelsa keyin ishni boshlaymiz.